Yurak kasalliklarini yosharishi asosan bu noto'g'ri turmush tarzini erta boshlanish hisoblanadi. Oldin bolalar ko'chaga chiqardi, futbol o'ynardi yoki oddiy jismoniy yuklama, fizik yuklamalarni oddiy o'sha o'zini qiladigan, yuradigan harakatlarni qilishardi. Hozir esa hamma harakatsiz. Uyda, telefonda, planshetda o'tiribdi. Oddiy bolangizni ko'chaga chiqarsangiz ham ko'chada telefon o'ynab o'tiradi. Asosiy sababi nima? Kam harakatsizlik. Va albatta ikkinchi asosiy sabab bu tez va to'yimli, kaloriyasi yuqori bo'lgan mahsulotlar, ya'ni fast foodlarning organizmimizga kirishi va shu sababli organizmimizga u tez kiradi, tez so'riladi, lekin parchalanishi juda qiyin. U to'yingan kuchli yog' moddalaridan iborat bo'lganligi uchun, uglevodlardan iborat bo'lgani uchun bevosita glikoliz jarayonida yog'ga almashinishi tezlashadi va shuning uchun ham bizda semirish, vaznimizni ortishi shu hisobidan yuklamalar ko'payib ketyapti. Uchinchi asosiysi bu energetiklarning ko'payib ketishi. Juda ham kuchli stress omillari, ekologiyaning buzilishi, organizmimizda energiya almashinuvining buzilishiga olib keladi. Bu esa bevosita o'zimizda tushkunlikka, depressiyaga sabab bo'lganligi uchun bevosita biz energiyaga va o'zimizga yetarli bo'lgan kuch-quvvatga to'lmaymiz. Ertalab charchoq bilan turamiz. O'zingizni kaloriyangizni hisoblashni o'rganing. O'zingizni dietangizni saqlang. Bu yuragingiz sizga hali anchagacha ishlab berishi kerak. Va albatta profilaktika nazaridan yilda bir marotaba kardiolog ko'rigidan muntazam o'tib turing.